Qachon oxirgi marta boshqalarning oldida yig'lagansiz? TV Mim kanali uchun dublyaj qilindi. Qachonlardir sevishganlar uchun kiyimimizni kir yuvish mashinkasiga solganimda u kichrayib bizga mos kelmay qoldi. Lekin men uni asrab qo'yganman. Oxirgi xabarimni. Men buni oxirgi xabar bo'lishini istamayman. Men buni o'chira olmayman. Uni unuta olmayman. Kechirasiz? Bu qizlar kir yuvish xonasi-ku. Yo'q. Yigitlarniki pastda. Haqiqatan ham pastda. Qizlarniki yuqorida. Bo'lishi mumkin emas. Erkaklar xonasi. Uzr so'rayman. Kechirasiz? Ha? Nega? Meniki. Olib ketayotgan kiyimlaringiz. Meni kechiring, men juda xijolatdaman, uzr so'rayman. What? Bu yigitlarning kiyimi emasmi? Kimniki? Yigitnikimi? Yo'q, unaqa emasmi? Unda qanaqa? Nega birovning kiyimini ko'tarib yuribsan? Men u odamni tanimayman ham. Nima? Tanimayman deysanmi? Aqldan ozganmisan? Yoki birgalikda jinnimisan sen? Adashib kirxonadan olib kelib qo'ydim. Menga nima bo'lyapti? Qiziqarli hikoyaga o'xshaydi. Qanji, uni tashlab yuborma, seniki emas-ku. To'g'ri aytasan. Bor va unga qaytar, bor va qaytar, bor va qaytar, qaytar. Qanday qilaman, axir uni tanimayman. Yuzini ko'rdingmi? Kelishgan yigitmidi? Ko'rdim, lekin hammasi to'satdan bo'ldi. Yaxshi esaman. Unda topgan joyingga qo'yib kel. Kerak bo'lsa topib oladi. Men yigitlarning xonasiga boshqa kira olmayman. Ensol, orqaroqda o'tiraylik, bu yerda o'tirish noqulay. Muhimi, professorda yaxshi taassurot qoldir va e'tiborli bo'l. U qayerda qoldi? Kep qoldimikan? Juda sebilashibman. Agar u o'zimni tanishtirishimni so'rasachi, o'zingni qo'lga ol. U hech qachon bunday qilmagan. Wow, juda chiroyli. Sen ham sezdingmi? Juda chiroyli, to'g'rimi? Nimani nazarda tutyapsan? Uni sumkasiga qara. Bu juda qimmat sumka. Yana eng oxirgi dizayn. Bu sumkani olish uchun olishga ham tayyorman. Unga qaragan sarim olgim kelyapti. Tushunaman. Tanish yigitingmi? O'sha kiyim. Bu o'sha kir yuvish xonasidagi yigitmi? Voy, pastroq gapirsan-chi. Bilasanmi, tasodif taqdirga aylanadi deyishadi. Bu sizning orangizda bo'lishi kerak. Menimcha allaqachon boshlangan. Boshlagandik, yarmi tugadi. Odamlar nima uchun bunday deyishini bilasizmi? Chunki biror narsani boshlash juda qiyin.
Hayot qanchalik oson ekanligini tasavvur qiling. Ilgari qilgan ishingizni qila olsangiz. Biz tabiiy ravishda o'zgarishlar va qiyinchiliklardan qo'rqamiz. O'zingiz biror narsani boshlashdan juda qo'rqasiz. Boshqa birovni sizni bunga undashi yaxshi. Shuning uchun hozir o'zingizni tanishtirishingizni istardim. Xo'sh, birinchi juda mashhur Song Yeon-woo. Yaxshi. O'zini tanishtirib bo'lgach, keyingi odamni tanlaydi. Va bu odam Yeon-wooni birinchi uchrashuvdagi jufti bo'ladi. Juft dedimi? Ha, siz bilan uchrashadigan hamkor. Uchrashuv? Nega bu haqida aytmading? Bu o'quv dasturida yozilgan edi. O'qimadingmi? Hammaga salom. Mening ismim Song Yeon-woo. Teatrda birinchi kurs o'quvchisiman. Avval men hech kimni sevmaganman, shuning uchun ko'p narsani o'rganishim kerak. Umid qilamanki, tanlagan sherigim juda aqlli bo'ladi va menga yordam beradi. Kim Jon-soo. Mening ismim Jon Surok. Men moda dizayn bo'yicha o'qiyman. Maqsadim o'qishni tugatgandan so'ng turli modalarni brendini ochish. Professor, menga o'g'il bola tushadi deb qo'rqaman. Yana urinib ko'rsam bo'ladimi? Shunchaki tanishish nima uchun murakkab? Jinsning ahamiyati yo'q. Aloqa ixtisosligi bo'yicha Chajuvonman. Men hozirda 21 yoshdaman. Bu darslardan zavq olishga harakat qilaman. Jo Taejin. Men Jo Taejinman. Haykaltaroshlik bo'yicha 2-kursda o'qiyman. Bu yerga kelishimdan avval bu auditoriya Bu yerdagi eng zo'ri. Ammo unchalik ham mashhur emas. Nimaga? Unga qara, juda qaysar va asabiy. Undan yosh o'quvchilar cho'chiydi. Unda bu yerda nima qilyapti? Salom, mening ismim Imhajon. Men biznes yo'nalishi bo'yicha 2-kurs talabasiman. Ushbu darsni o'zlashtirish o'quv dasturimga kiritilgan. Bu yerga kelishimdan oldin nihoyat 2-yilda bunga erishaman. Han Yeon-sol. Bo'lishi mumkin emas. Zuyong hozir men ismimni aytdimi? Voy! Hammaga salom. Men kompyuter mutaxassisi Ensolman. Mening idealim chiroyli tabassumli odam. Ko'zoynaklar ham yarashib tursin. Har qanday yoqimtoy odam men uchun ideal. Shahzodamni topaman degan umiddaman. Salom hammaga. Mening ismim Yunso, kimyo ixtisosligi bo'yicha 1-kurs talabasi. Darsing tugash arafasida, shunday emasmi? Uchrashamizmi? Chiqasanmi? Tashqariga chiqsamikin? U bu yerga kelibdi. Kang Jiyong. Ajoyib. Qo'y, kirivadigan bolasini sheriging. Kang Jiyong bu yerda emasmi? Kangji. Kechir, men ketishim kerak. Uzr so'rayman. Kechirasan, adashib yozibman, e'tibor berma. Zerikarli, ahmoq qizman. Axir men qanday qilib bu darajada bo'lishim mumkin? Men ham sevgiga loyiqman deb o'ylayman. Yig'lagim kelyapti. Chunki men unga bog'lanib qolganman. Jiyong. Siz meni sherigingiz sifatida yoqtirmaysizmi deb o'ylab qoldim. Shuning uchun professordan o'zgartirishini so'radim. Shart emas. Kechirasiz? Men qila olaman. Nima qilmoqchisiz? Sherigingiz bo'lmoqchiman. Uni qo'yib yubormoqchiman. Ammo menga bunday qilish juda azob beradi. Sekin-asta, juda sekin undan ayrilaman. Qachon oxirgi marta boshqalarning oldida yig'lagansiz? Oxirgi marta boshqalarning oldida
Yodimda yo'q. Eslay olmadim. TV Mim kanali uchun dublyaj qilindi.